Men bir ishga bak hayron. Biz bu dunyoda yashaydi ekanmiz. Nurg'un jafo mushaqqatlar bizga hamroh bo'ladi ekan. Ba'zida boshqalarga muhtoj bo'ladi ekanmiz. Yana ba'zida boshqalarga muhtoj bo'lib, bizning oldimizga kelib qoladi ekan. O'zimizning nurg'un arzu-armonlarimiz uchun bak ko'p tirchaliqlarni ko'rsatdik ekanmiz. Nayt ko'p. Lekin erishadiganimiz bo'lsa, nayt az bir qism bo'ladi ekan. Shuning uchun efendi, qo'ygan bahoringiz sal tuvan bo'lib qoldimi? Qanda? Sizga yana bir fursat bor. Yana ozroq qo'yishing. Ba'zi tuvan bo'lib qopti. Bu nima deganingiz Nurali efendi? Bir ish gap bo'lib qoldi, biz paranglashayotqali. Siz mush bir qatim qo'llig'ingiz bo'lib qolsa, ma'qul deydiga xafa bo'lmang. Film hamma ishlar sizning deganingiz bo'yicha bo'lyapti, Nurali efendi. Undaq demay, ma'qul deng-a. Mush bir qatimla ma'qul bo'lsangiz nima bo'ladi? Ha, ma'qul bo'lsa-mi bo'lay. Undaqda siz menga bir ishga ma'qul bo'ling, bo'lamdi? Cho'qim rost gap. Ha, albatta rost gap qilaman deb bo'ladi. Yiqroq keling. Siz degan karlar degan bu mahsulotning sifati zodi qandaqroq? Menga rost gap qiling. Bu rost mahsulotmi, saxtami? Saxta mahsulot degan qandaq gap? Nurali efendi, siz mening vijdonimga chaqchaq qilib o'tasiz. Mush karlarni saxta mahsulot deyishib ketib o'tasiz. Saxta mahsulotni oldingizga akilib sizning obrazingizni xunuklashtiramanmi? Ha? Men saxta mahsulotlarni bozorga silib boshqalarni aldaymanmi? Bu demek satılgan naçar adamı. Kaçma şirketimiz ahli şirket mi? Özünüzü besmele. Oymak kandak besi olamı özümde. Özünüzü besmele. Hiç yok, hiç yok dedi. Ondan açıqını vermem. Başqalar qarab oturdu. Şilapingizni yenidan setib olibsiz-da. Qandaq bildingiz? Al markasi qarab. Oy, setib olibdi. Amaliyotda bayqi gapimni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Shu sevimli ko'rmanlarimiz bizga nurg'un shon-sharaf, hurmatlarni qo'llashlarini berib kelyapti. Ular bizga ishandi. Biz ularga ishonch berishimiz kerak. Artist deganning ko'rilmini bo'lmasa, u hech nima emas. Yaxshi mahsulotlar bo'lsa, u yaxshi. Saxta sifatsiz mahsulotlar bo'lib qolsa, pul uchun boshqalarga tavsiya qilsak, bizni qandaqmi odam degan bo'lsin. Yaxshilik deganni yaxshilik bilan qaytarishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu muhabbat. Boshqalarning bizga bergan hurmatlarini xohlagancha foydalansak bo'lmaydi-da. Shu men buni rostmi, saxtimi deb so'rab o'rinliq Nurali efendi. Hamma artistning sizdek bo'lishini umid qilaman. Mening ochig'im kegayri. Agar bu masala saxta bo'lib qolsa, sizning oldingiz qandaqmi iloj ishlab deb kelalayman. Sizdan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, ketib bo'ladimi? Nəhayət yaxshi. Demak, mahsulotingizga 100% ishonchimiz bor ekan-da. 100%? Yani 5% eshib ketsin ishonchim bor. Voy, ishim bo'lmagansiz? 5%? 5% emas, 105%. Süpti cho'ng kapolatga ega demakchi. Ish qilib 100% ishonchi borda, shundaqmi? Karlarni ishlatib boqqanlar buni biladi, kapolat. Ha, ma'qul. Undaqda bu karlardagi mahsulotingizning turi nihoyat jiqkan-ku. Masalan, Yusupon, Chazopini qatorli har xil turmush buyumi, girim buyumlari to'liq. Men mush yangi filmimga surma-surib chiqib baqaymikan deyman. Qana qaraysiz? Nayt, yaxshi o'ylabsiz. Sizga mos keladigan surmalarni o'zim tavsiya qilaman. Hech kim qilmagan ishlarni qilib baqmamsiz. Bu gaplarni keyin deyishayli. Hozir biz qo'llayotgan mush filmning ishiga kelaylik. Mush yangi filmingizning ismi nima? Ras qandaqroq film bu, deb eqan? Bu qatorli film harakatli film. O'zingizning xabari bor. Rayonimiz harakatli filmlar bek oz ishlanadi. Hatto yo'q deyarlik. Men o'zim channelning mastanisi emasman. Shuning uchun shunday bir harakatli film ishlab baqaymikan. Ko'rmanlar yaxshi ko'rib qolsa ajab emas deb, garchi jafosi jiq bo'lsa qilmoqchi. Bu qatorli filmning ismi bo'lsa, o'tib turing. O'tib turing. Bu filmning ismi o'tib turing ama? Siz qamlashmadimi nima? Voy, o'tib. Voy, nima olib ketib bordi, ha? Ko'p kunduzda bir qiz bolani 4 o'g'il bola qo'g'lab ketib bordi. Nima degan qalayim qanchalik bu? Bo'ldi-da, o'z gapimizni kelaylik. Voy. Nurali efendi. Nurali efendi, nima ketdingiz?
Ne bo'ldi? Bilmadim. Bilmedim. Ha, tushundim. Men sizning kayningizdan 2 yil qo'g'lasam, hech qanday javob yo'q. Amaliyotda qo'g'lashgan o'g'illarimiz jiq deyli. Ha, endi bildim. Ular qo'g'lashmayapti, qo'g'layapti. Qo'g'layapti-da? Ha, nimishqa? O'zlaridan so'rang. Hey, nimish qo'g'laysizlar? Uni bizdan so'rama, o'zidan so'ra. Sizdan so'raydi ekanman. Men bilmadim, o'zlaridan so'rang. Hey, sizlardan so'raydi ekanman. Bizdan to'kinimizda suvni elib, pulni bermay, qipit tikivassa, men qo'g'lamay, biz qo'g'lamay kim qo'g'laydi? Sizning mushunda ishlaringiz bormi tehi? Yo'q, narsa oluvdim. Telefonim ishlamay qoldi. Qancha pulti? 4 yuan. To'tkoy uchun 4 o'g'lab qo'g'lab keldinglar. To'tkoy o'zing bo'pti. To'tkoy o'simi? Bekor ekanmidi? Jonni tikib, kun bo'yi savdo qilib, aran tipotimiz shu to'tkoyni deydigan gap bormi? Aka, xafa bo'lmang. O'zinglarni besinglar aka, ha? O'zinglarni besinglar. Ochiqlik salomatga bak ziyonli, shundaq-ku. Odamga har qanday qish yurganda o'zini besilish kerak. Kayfiyatinglarni xushhal tutinglar, ha? Kayfiyatni yaxshi qilganda hamma ishlar yaxshi bo'ladi. Xushhal tutinglar. Xushhal tutamiz deb sana naqsh qilib usul o'ynab bersak bo'lamdi. To'g'ri. Naqsh aytib usul o'ynash kerak. Usul degan sog'lomlikning to'g'risi emasmi, ha? Agar sizlar usul o'ynashdan qiziq bo'lsanglar, men sizlarga o'ynab ko'rsatib qo'yay. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। Sarangmo mavi, qallisning dadi vaqo mana. Qallisning dadi yo'q-ku. Qochdi haq. Qochdi. Qo'llashmabsan. Qo'llaydi. To'xta! To'xta deyman. To'xta deyman. Oyoq ketdi. Saatratda. Sayaqda. Ma'qul. Kechirim. Qasddan qilsam. To'xta! Hey, to'xta. Kira. Ovoz chiqarmang. To'xta! Hey, to'xta! To'xta deyman. Yes. Ha, o'g'layli. Endi chiqyapman. To'xta! Aytsa. Nurali efendi. Nurali efendi. Oy, bu siz mi? Hepimiz tügümeyle geçip yattınız mı? Qo'y keting. Chiqmanchi.
Nurali efendi. Nurali efendi. İlanımni qistiribman bikin ha. Oy. Qupa. Nima o'mlab yursan? Cho'p-cho'p olib qolganda. Yorlarning iloni yaxshi chiqyapti ukam shuni bilan. Men qarag'ina, voy, bo'lmabdi ukam. Bu 2-3 tal mahsulotni qo'lingga tutib olmamsan, haq ko'mamdi buni. Makonga korlar deb yozib olmabsan. Men qarag'ina. Sen artistmi? Nurali artist tanlayapmidi bu ya? Voy. Lale. Men bu yoqda. Bu yergansizgo. Sizga bir ish bo'lmagandi? Yo'q, hech bo'lmadi. Ular qani? Hamisha joyida. Boshingni bilan. Voy, qachaydi. Ko'pchilik bugungi faoliyatimizdan hammalar shunchalar xushal bo'libsizlar. Bizmi xushal bo'ldik. Karla. Hammalarga hamroh. Bizning bu qatnashib sayohatimiz shunchalik go'zal boshlanib, shunchalik go'zal oxirlashyapti, shundaqmi? Chunki karlarga eng yaxshi munavvar qaltis odamlar yig'ildi-da. Siz o tarafga bering. Suhbatni yaxshi qilib ekanmiz, cho'qim taraqqiyotimiz bo'ladi. Mana ishtinglar, bu gap rost. Nurali efendi, siz bu yerda ish qilasiz. Men sizni pamig'a irib qolmadi. Bir qatim emas, 2 qatim qachon istayman. Men ya ish bo'lmasam, bu yoqqa kelib o'tirma. Keyin deyishayli bo'ladi. Gaplarni oxiri oldirmay deyishman. Voy, o'tirma. Men qo'yib berib qo'yishim bo'lmaydi bugun. Sen çıkar bile. Ya onu qo'ya. Bo'ldi, pulni topshirib oldik. Mana ketaylik bo'ldi. Mana qo'pa. Ketaylik bo'ldi. Bo'ldik. Mana. Voy, puta. Nega beranchilik bu? Mang'ayli. Qo'lim og'rib turdi desa. Ajab qattiq qildi bu. Axir oldik mana. Mushtimi qattiq deb ekan uni. Qiziqu bular. Ha? Sizmi qiziqu? Ha? Bir eg'iz qahramoningizga rahmat, suyimlikim deyishni o'ylashib baqmadingizmi? Rahmat, ovora qildim. Rahmat. Hey, astoydil demamsiz. Bak tanib qoldimmi qandaq? Chin yuragimizni chiqarib turib, rahmat, suyimlikim. Bugun siz bo'lmagan bo'lsangiz qanday qiladim ha? Deyishingiz kerak. Rost ekasi meni sevganingizda shularga to'rgani berib yorib, qutulgan bo'lardingiz. Ha? To'tkoy? Ha?
Ben bunu faqat o'ylashmabdiman. Boyqa ahvollar shundoq jiddiy tursa, to'g'ri tushunishingiz kerak-da siz albatta. Oldi bilan romantik bo'lib kelib, keyin gapirasiz. Lola, men nima shunchalik romantik? Romantiklik ko'rinishdan derak beradi. Shunday emasmi? Balki. To'g'rimi? Ha? Qarang. Topa. Olib keling. Mana bu haqiqiy muhabbat. Ha? Sevgi, romantika. Menga qarang. Oldi bilan romantiklikni yaxshilab o'rganib kelib, keyin menga gapirasiz, xo'p? Ma'qul. Men ugunay. Qarab turing. Lola deb naqsh yozaman. Odam jihyat izhor qilmay qo'taza. Adaş ma bulandık ya sana. Bu musman kör bakan sen ya. Seni o'ylab har kun Nimamaz bu? alam tatdim har kun. Bana kara bakayla pes onu konuşmamda. Qara, pesdan naqsh etadimi? Pasta o'yin qo'yadimi? Hey kara, Nurali'ke. Hech bir amalim yo'qdir. Sevda yürüdüm her gün. Nimi diye romantik he? Hey, toxtan ne görse? Buldum ettin sana yürek intizar. Kaldım ben bir yanda sevda bir karar. Buldum ettin sana yürek intizar. Kaldım ben bir yanda sevda bir karar. Seni oylap her gün alem tattım her gün. Hiçbir amalım yoktur sevda yürüdüm her gün. Seni görüp dursam, gözleringe baksam, beşim kökke yeter, şu günlerge bassam. La, vay kıma mini zare, sana söge gerek, ay la, vay kıma mini zare, sana söge gerek, vay la. Zarlandı sen şu yürek. Para buldu dert oldu bu nazuk yürek. Buldum şıkında gül popotunda dert soldun sen. Ben seni tattım hemmedi geçtim seni söyledim ben. Seni oylap her gün alem tattım her gün. Hiçbir amalım yoktur sevda yürüdüm her gün. Seni görüp dursam, gözleringe baksam, beşim kökke yeter, şu günlerge baksam. La, vay kıma mini zare, sana söge gerek, ay la, vay kıma mini zare, sana söge gerek, ay la. Tattım her gün. Hiçbir amalım yoktur sevda yürüdüm her gün. Seni görüp dursam, gözleringe baksam, beşim kökke yeter,
kunlarga basa. La 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 la, voy qilma meni zora. Seni sevgim kerak, voy la 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 la. La 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 la, voy qilma meni zora. Seni sevgim kerak, voy la 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 la. Voy, sat oldu ya. Yo'q, hech qisi yo'q. Men azalda kechikmaydim. Vaqt ko'z qarashim pek yaxshi değil mening, lekin yo'lda pek Yo'q, hech to'siq qisi yo'q. Men bayli keldim. Ha, undaqda pek saqlamapsiz-da. Yo'q, ancha emas. Ha, undaqda yaxshi. Men bu yerning mojitosini ichishlik deb anglagan. Men mojito ichay. Sizmi mojito Men sut ichay. Süt? Mojito içmemsiz? Ha, ma'qul. Yaxshimisiz? Bizga mojitodan birini, sutdan birini musammay, ha? Rahmat. Rası aldım qitim siz bilan ko'rishgan bola bizning shirkatning yangi xodimiti. Men bu boyli xabar topdim. Sizni xap qilib qo'yibdi. Ya'ni karlar to'g'riliq yaxshi tushunchalarni beramay qopdi. Shunga o'zim keldim. Yo, u bola menimcha bek yaxshi ekan. Ish qilib qandaqli bo'lsin, u bola sizga adabsizlik qilib qo'yibdi. Men shunda xijilib ketdim. Shunga bugun o'zim maxsus kechirim so'rag'ash, karlar maslahatlarimiz to'g'riliq sizga to'liq tushuncha beray deb kelishim. U balama aldığın qitim bana şunçalik yaxshi tushundirdi. Men bu to'liq tushundim. Lekin u bola g'oyi ochiqlab, g'oyi kulib, mushu ifodalashida azroq masala bor ekan. Ha, to'g'ri. U bola ancha yaxshi o'rganib ketanmadi. Ha, shundoq ekan. Hech qisi yo'q. Ko'ngilga og'dak ishlar yo'q. U bola o'zi sal qiziqchi. Shundoq ekan. Meni bek kuldiryapti, ammo o'zi bek yaxshi bola ekan. Qanday yer bo'lsa, sizdan kechirim so'raymiz. Endi bizning bu karlar maslahatlarimizga kelsak, uning tarkibiga, sifatiga bek kuchaymiz. Shuning uchun qayta iste'mol qilayotgan do'stlarni nayt yoqtirib ishlatyapti. Shunga taraqqiyotimiz kun-kuniga yaxshilanyapti deb esak tamamen bo'ladi. Bugungi raqobat kuchli bo'layotgan shundaq davrda biz sifatni yaxshi qilamiz, qomini mag'lub bo'lib hisoblanamiz. Biz avatgan karlarning chasopini ishlab baqdingizmi? Ha, bugun ishlatdim. Menga xeli yiqib qoldi bu. Bilgandim, chashirimiz boshqachalar. Shundaqmi? Chashirimiz bilan bugun texim kelishgan bo'lib ketibsiz juma. Ha, o'zingiz to'y qildingizmi? Voyjon, odash, mushak bek omroq kelsa, nada o'tirmiz. Bu qishloq yaxshi ko'raman. Tepaga chiqamiz. Voyjon, o'sha konjoyda o'tiraylik-chi bo'lmasa. Ana o'tiramizmi? Mayli bo'lmasa. Sizni bek qo'llaydi ekanda. Karlarni o'zimning yo'lchi olimjon qilgan. Voy, telefonimiz zaryad qolmabdi, past tushib chiqing. Ma'qul odash. Ha, endi tushundim. Olimjon efendi bek aqlli ekan juma. Rahmat. Men mana hech kundan qolib qolsamlar, chiniqib, muskullarimni kuchlantirib Qishda astoydil bo'lish kerak. Albatta. Ha, shu. To'g'ri. Men shunday o'ylayman. Shunday astoydil bo'lganda ondan natija chiqarib bo'ladi. Siz bu yoq meniki. Bu bundaq gap. Shuncha paytdan beri sevaman desiz. Yo'q deganim sababini bilasizmi? Shuning uchun. Men? Ha? Yo'q. Yo'q. Bu ish siz o'ylagandek emas. To'xtang, Lola. Kim u? Bu bunaqa ish. Bu ishimiz saboqdosh. Hech vaqtimizni tortib birga o'ynab cho'g'andan, ha? Balkim u shu vaqtlarda boshlab men qiziqib qolgan bo'lsa kerak. Ish qilib men shunday his qildim. Hech vaqtlardan boshlablar u meni bek yaxshi ko'radi dedi, ha? Men davomli begaram bo'lardim. Amaliyotda ishimiz faqat bir kelaydiganlardan emas. U da hozirgacha meni faqat qo'yib atmadi dedi, ha? Kunda to'xtamay telefon qiladi. Hozirgacha kaynimga bek kirib boradi. Nega bo'lsam shu yerda o'z qo'llab yurdi, ha? Hech vaqtlarimda u to'xtamay otkritlarni sovuq qiladi. Hozir telefonlarni sovuq qiladi, lekin men faqat aytmaydi. U yana kunda men seni bek yaxshi ko'radim. Men senga tegimsab qattiq bo'lmaydi degandek gap so'zlar bilan ish qilib
Meni bak bezar qilib etdi. Telefon numarini yo'q qilib başqa telefondan qiladi. Sen nima ishqimni yuyitsan, nima ishqimni bu muomala qilsan, sen bilan o'tkinib o'tganda. Kelishgan bo'lgan ayb emas-ku? Ha? Muhabbat degan ikkala taraf bir-birini bak yaxshi ko'rgan vaqtida ondan mavjud bo'ladigan narsa. Bo'lmasa zo'rliq bu. Kunim tasbih ekan, beshim oylik degan to'g'ri meniki. Ikkala taraf bir-birini yaxshi ko'rgan vaqtda haqiqiy muhabbat bo'lib, inoq va baxtli oila qurg'il bo'ladi emasmi? Shundaqmi? To'xtang, ha? Qarang, yana telefon qildi menga. Numus maqamay. Voy. Ajab ochig'imni keltirdingiz bugun. Voy, yig'lava menga to'la. Qirg'iliqni qilib bo'lib nimaga yig'laysiz? Yetmadimi? Endi kechirim so'rganingning foydasi yo'q. Bugun do'stimning oldida ajab yuzimni to'kib etdingiz, ha? Mening nima qilishim bilan sizning nima ko'ringiz, ha? Biz ham muhabbat bo'lmasak, yuzingiz faqat qizarmaydi ekan. Men sizni yaxshi ko'rmayman dedim, ko'rmayman. Ha? Eng yaxshisi o'zingizga maskalalarni teping. Xo'sh. Qanda degan, qarang. Hopumman, deb jeni yig'layotdi. Ajoyib bir qiz olishimi bu. Ish qilib bizni suyimizni tek akapamidimi, ha? Mulozim. Oy. Qachon kelgan? Bayatdan beri degan gaplaringizning hammani angladi. Chiq. Telefonim qolib ketibdi. Odam emas. Lonim. Lola, doktora, gapimni anglang. Hey! Chiroyli go'zal qonchaq, qarab qo'yg'in hey qizchaq, maftunkar ko'zing bilan tikilib tur menga qarab. Shalloq yigitga o'xshash keynimdan yurma mening, baribir mumkin bo'lmas shirin xiyoling sening. Qo'g'lashib seni yursam keyningda, zerikmagin hargiz meningda. Haqiqiy sevgi shundoq bo'larkan, keynida so'kuldab yurmasi bo'lmasgan. Qo'g'lab hardingmi, umid uzdingmi, sevgi degan shundoq endi bildingmi? Japa tatsangmi, amal yo'q yigit, voz kessangmi mayli, qo'yayman chekit. Sevgi yo'li mushaqqat, bilsa uchun muhabbat. Zerikmasdan ta'abat, o'tgan shu bir muhabbat. Hayatım paqashala, ishon so'zimni angla, ko'zim seni aldamas, bo'lma menga beparvo. Saxta gapni ko'p qilma, meni to'la aldima. Agarda rost bo'lsa so'zing, qani uni isbotla. Sen bilan umr birga yashayman, har doim yaningdan ayrilolmayman. Aytgan so'zimni isbotlayman ham, ko'zingdan bir tomchi oqizmayman men. Yigitlar shunda so'zlari o'xshash, go'zallarni ko'rsa daydimi shunda. Sevgiga yetib bo'lgandan keyin u so'zlarni anglash behmubat qiyin. Sevgi yo'li mushaqqat, bilsa uchun muhabbat. Zerikmasdan ta'abat, o'tgan shu bir muhabbat.
emasin ha. Yurar edim men pinhon Bir sana atalgan yurakka yezilgan muhabbetim bir sana bo'lgan sevgi mushaqat bilsa uchun muhabbat zerikmasdan ta abad o'tgan shu bir muhabbat sevgi yo'li mushaqat bilsa uchun muhabbat zerikmasdan ta abad o'tgan shu bir muhabbat. Hamma ishlar shuncha go'zal oxirlashdi, ha? Shunaqami? Albatta. Jahillik qilib turganingiz bilan baribir menga tavba bo'ladiganligingizni bilatdim men. Ha? Ozgina kallingizni ishlasangiz bo'lmaydimi? Qanaqa qilib 4 o'g'il bola, bitta qiz bolani to'g'ri uyandi deb ketidan qovlashi mumkin. Men tushunmadim. Kallingizni ozgina ishlasangiz, keyin tushuna olasiz. Ey! Yana oldin o'tdim-da. Qap. Ey, Lola! To'xtab turing, ha. Nima qilg'ingiz bu? Meni mushundoq mahbub qilamsiz deyman. Buningdagi yana qanday planlaringiz bor? Hammani bir daviting, ha? Gap qiling, ha? Nima ish qilmoqda qildingiz? Gap qiling, ha, bir eg'iz.